Assalomu alaykum hammaga. Aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari. Ko'rib turganingizdek ekostek gerbi. Shu narsani o'tgan safar 2 kunlikda oldim. Lekin video atib qo'ygan. Ko'p odam olib turibdi bu narsani. Toshkentga kirish qiyin bo'ladi. Kirizmaydi ushsiz. Undan keyin deb turibdilar. Keyin 2028-yildan keyin Gayam so'rab boshlaydi deb aytib turibdilar. Hozirgi kunda besplatniy bo'lib turibdi. Keyin может pulli bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun olib qolishlaringizni tavsiya etaman. Buni 3 kilo pozitsiyasi bor ekan. Qizili, sarisi va ko'ki. Ko'ki eng yaxshisi. 2020-yildan keyin bana mashallah barmin уже texpasportdan bersangiz beradilar ekan. 2020-yildan pesana lekin tekshirtirishlaringiz kerak ekan. Hozir besplatniy bo'lib turgan vaqtda olib qolishlaringizni tavsiya etaman.